Assalomu alaykum hurmatli IELTS Sefir muxlislari. Mana bugun Sefirda 77-testini ko'rdik. Parton qarshimizda turibdi. Vahimaga yo'l qo'ymasdan buni ishlashimiz kerak edi. Mana do'stlar, hozir bu testni ishlab ko'rsatamiz. Mana bu birinchisidan aytdi do'stlar. Birinchi 0-gap aytdi-ku, what was her name again deb, ha? Shunda chalib ketganlar bu ma'mash qilib, qani bu qaysi MP3ni qo'yyapti deb. Yo'q, o'zi bir nima recording 1 deb aytdi-ku keyin aytdi here is your change degani mana qaytamingiz deyapti. To'g'rimi? Here is your change yozinglar. Here is your change. Mana qaytamingiz deb qaytarib berdi. Keyin aytdi oh keep the change. Nima degani? O'zing olib qo'y dedi. Izlash kerak emas dedi. Ikkinchisi do you like this sport? Siz bu sportni yoqtirasizmi? Ha, u mening yoqtirgan sportim. Yes, it's my favorite. Ikkinchisi nima debdi? Do you like this sport? Do you like this sport deyapti. Uchinchisida aytdi would she like the style? U o'sha sening stilingni yaxshi ko'radimi, yoqtiradimi? Desa, keyin Sida aytdi no, I don't think so. Yo'q, men unday deb o'ylamayman. Demak, u yoqtirmas ekan do'stlar. To'rtinchisini qaranglar. How much is the room rate? How much is the room rent dedimi? Ha, xonaning o'sha anosi qancha? Tunab yoki bo'lmasa xonani nima qilish, nima ijaraga olish qancha desa, u dedi bir kechaga 1200 nima dedi ular? Dollar dedimi, funt sterling dedimi? Qisqasi o'shani qolgan to'g'ri kelmaydi do'stlar. Ey bo'ladi. 5 do'stlar 5 ta aytdiki how much are you asking? Sen qancha pul so'rayapsan? Mana bu yerda aytayapti 10 dollar. Ko'rlaymi? Aha, 6 da aytdi how do you pay for it? Sen uni qanday qilib to'laysan desa I will not pay for it. Men uni to'lamayman dedi. 7 da aytdiki what time do this class start? Bu sinf qachon boshlanadi? Shunda javobi nima bo'ladi? It starts at 3:30 in the afternoon. Tush payti soat 3:30 da boshlanadi. 8-da do'stlar, what does the plane arrive? Uzr. When does the plane arrive? Samolyot qachon yetib keladi? It should be here at 11:45. Tushunarlimi? Qarang, o'tda javoblar noto'g'ri ketib qolgan. Mana bu eyni berib yuboryapti sizga. U juda ham katta xato bo'ladi do'stlar. Sal ma'nosini chaqib ko'rsangiz. Ikkinchisida kim 9 dan 14 gacha nechta topgan? Agar shu yerda bitta ham xato qilgan bo'lsangiz, siz nechta topgansiz shu yerda? Asrorjon. Go'zal 6 tadan 4 ta topdingizmi? Yo'q, oxirgisi faqat 5 ta bo'ladi unda. To'g'rimi? Keyin qaranglar. O'zi aslida dedi 7:30 da kelib turing dedi, lekin dedi biz dedi 7:45 da jo'nab ketamiz dedi. Olib keling o'zingiz bilan sleeping bag mana. Keyin men bu yerda aytdi swimming things'larni olib keling dedi. Tushunyapsizlarmi? Yana nima? Keyin pocket money'ni ko'p olmang dedi. To spend on souvenirs and nima dedi do'stlar? Drinks. Yaxshi. Shu yerda javobni drink deb belgilab ketganmi? Kimdir drinks deb belgilagan bo'lsa ham to'g'ri bo'ladi. 13 ta do'stlar aytdiki catch a bus outside nima dedi do'stlar? Post office. Keyin check notice board in entrance hall. Entrance hall degan kirish zalida. 3-chi partga o'tamiz do'stlar. 3-chi partda juda ham zo'r ekan. Ana haqida ekan, ladies and gentlemen. Toqqa sayohat qilyaptimi? O'sha haqida ekan. Tog'dagi sayohat haqida do'stlar. Bu yerda aytayapti, birinchi speaker D haqida gapirdi. I was disappointed though I had done everything I could. Qisqasi birinchi o'sha sayohatga chiqqandan keyin bu o'ylabdiki, ha men buni eplay olaman degan ekan, keyin charchab qolibdi. Tushunyapsizmi? Oyoqlari va muskullari charchab qolibdi, toliqib. Tushunarlimi? Shundan xafa bo'libdi bu odam. Men mana shuni qila olardim-ku yoki nega shuni qila olmadim deb o'z-o'zidan o'zi xafa bo'lyapti. Speaker 2G haqida gapirdi, ladies and gentlemen. Bu yerda aytdiki, I underestimated how demanding the event could be. Bu nazar pisand qilmasdan bunga qaragan va xatoligini o'zi tushunib yetgan. 17ga явно aytdi do'stlar. I was glad I took adequate precautions. Men mana shu yetarlicha unga e'tibor qaratganimdan xursandman. 18ga B bo'ldi do'stlar. Bu yerda aytdiki
I felt let down because I didn't get the support I should have got. Tushunyapsizlarmi? Ondan keyin 4-partga o'tamiz, ladies and gentlemen. Mana bu yerda map, bu kalla qo'ydi mapni do'stlar. Bu yerda men shopping mallda, demak men bu undergroundga yaqin degan joyda aytdiki, lekin bu eco mp3 bilan map bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun buni sizlarga masalan 4 ta qo'shib beramiz. Boshqa iloji yo'q. Tushunarlimi? 24 ta do'stlar, juda ham ovozi bo'g'iq holda bir ayol kishi gapirdi. Nima uchun deyapti? O'sha uni aytadigan, o'sha mp3 ni aytayotgan ayol deyapti. Nima uchun o'sha zooparklarni muhim deb o'ylaydi? Chunki because there is an ever decreasing amount habitat suitable for wild animals. See bo'ldi. 25 ga aytdi. Speaker deyapti, odamlarga zooparkka tashrif buyurganda qanday maslahat berdi? They should find out how the zoo handles the subject of conservation. B bo'ladi do'stlar mana. 26 ga what is her advice to her listeners to be determined. Bo'yna bir ayol menimcha amerikancha aksentda gapirdiki, nimaga erishmoqchi bo'lsang, nima juda ham nima determined nima degan do'stlar bilasizlarmi? Tartibli bo'l deyapti. Maqsadli bo'l, aniq maqsading bo'lsin deyapti. A bo'ladi. Keyin how does a speaker justify her approach to life? She wants to teach her family something. Tushunarlimi? Bir narsani bildingmi, demak o'zing qil shuni deyapti. Kimdir senga ana bermasin deyapti. Nima? Maslahat yoki qandaydir fikringni o'zgartirishga harakat qilmasin dedi. 28 da do'stlar, what was the speaker's parents' objective? Ota-onasining farzandiga qarata aytgan, o'sha qiz farzandiga qaratgan ana o'sha kelishmovchiligi nimalardan iborat? U uni do'stlar ancestring, o'sha ajdodlarning ingliz tilida gapirgan, sening ona tiling ingliz tili deb o'rgatgan. C bo'ladi o'sha mana. 29 how does the speaker feel about her parents' efforts? Ota-onasining sa'y-harakatlarini o'sha speaker nima qanday fikrda? The way one of the handles language is confused. Mana ham A bo'ladi. 6-partga keladigan bo'lsak, birinchisini overfishing deb aytdi, constructions deb aytgan bo'lsa, o'sha narsa coastal development ichiga kirib ketadi. Do'stlar, tushunarlimi? Overfishing deb aytib ketdi. Keyin pink coral degani pinkning o'zbekcha rangning ma'nosi pushti marjon qoyalar degan do'stlar. Coral 32 ga 31 ga shunday bo'ldi, 33 ga nima bo'ldi? Legislation. 32 ga legislation, 33 ga 0.100 0.100dan 2, 0.1000 mi? 0.1000 foiz dedi. Keyin 34 da do'stlar creation of network ham to'g'ri yoki networkda o'zi ham. Oxirisini inadequate deb aytib ketdi. Bu not enough degan do'stlar, yozib qo'yinglar. Yetarlicha emas degan. Inadequate. O'qilishini yozinglar. Inadequate deb aytib ketdi. Shu yerda do'stlar sifir listeningimiz o'z nihoyasiga yetadi. Diqqatingiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Bum.